Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Peruni kafesida sunnat to'y xudo xolasa. 350 kishiga dasturxon yoyilgan. Soat 5 ga aytilgan. Xudo xolasa eshigimiz 5 da ochiladi. Mana xonalarimiz 5 kabinasi bor shundaydan. Mana bu ikkinchi kabinamiz. Bundan oldingi birinchi kabina edi, bu ikkinchi kabina. Hamma joyda televizor, konditsioner, divan bilan ta'minlangan. Bu uchinchi xonamiz. Bu yerga shu 25-30 odam sig'adi. Bu 4-chi kabinamiz bo'ladi buni. Bu yerga shu 15-12 odam, 15 odam, 16 odam sig'imini qarab, odamlar irimaydasiga qarabda. Sunnat to'y 5 ga aytilgan bugun. Xudo xolasa shu 5 da ochiladi eshik. Bu 5-chi kabinamiz. Bu ham shu 15-16 odam. Her xonam dizayni har xil adeli. Kimda shunday sunnat to'y, beshik to'y xullas 350 kishigacha bo'lgan qanday tadbirlar bo'lsa, xabarlashaverasizlar. Mana hamma divan yaxki. Stollar ham mana ko'p xarajat talab etmaydi. To'ychaga osonroq bo'ladi. Turishlar ham shu tashqi ko'rinishlari katta bo'lgan bilan versaladigan joylari ixcham mana. Toza, shinam, polniy konditsioner, hamma divan bilan ta'minlangan. Bu oshxona taraf. Halasa to'qli samovar bor. Çaylar tayyor. Bu salatxonalar. Qozon, o'choqlari oshxonada